Alaykum. O'sha gap ko'rpa yostiqni olib, sekin yo'lda bo'shatib qo'yasizlar. Gaping bo'lsa Tayson gapir. Xudo xolasa, g'alabang bilan tabriklayman, jigar. Meni Yetutam degan qishlog'im bor. Yigitlarim, do'stlarim kuzatib turibdi hozir, bilaman aniq bu narsani. Do'stlarim, rahmat. Padishah turganlaringiz shunchalik yolg'iz bırakmadılar. Rahmat. У меня вопрос к Сатурну. Я видел, как он плакал после победы Тайсона. Почему? Xullas, men Trambala bilan ikkinchi bo'yimda g'alaba qozonganimdan keyin bu yoqqa kelishim sal muammo bo'lib qoldi, lekin juda xohlagandim. Biza har doim xohlagan narsalar cho'ntagimiz bo'shligi sababli doim ba'zi bir to'sqinliklar paydo bo'ladi-da. Bizaga akamiz Farruh akam yordam berdi, bilet olib kelib oldiga chaqirdi. Shunchalar xursand bo'ldim. Bu og'aynim meni kistan bo'shligida ham eski kiyimlarim bilan o'sha oktagonda g'alaba qozonmasim ham yonimda edi. Bunday yaqin do'stlarni pul, mol, davlat, mansabiga qarab emas, shunchaki yonida bo'lish kerak. Aytinglar, men qanday ko'z yosh to'kmay bir kambag'alni bolasi g'alaba qozonib, shuncha qiyinchilikdan o'tsa. Buni boshidan o'tkazgan kambag'alni bolasi stroykada ishlab, musofirda yurgan yigitlar tushunadi. Ota-onasini sog'inib, bir simpulga zor bo'lib yurgan bolalar tushunadi buni. Musofirdagilar boshlaring omon bo'lsin. Men sizlar uchun har doim duo qilganman. Biza o'sha gap ikkita jaydari yigit soddagina qimmat restoranlar ko'rsa hayajonlanib qoladi. Ya qimmat mashinalar ko'rsa bunga chang qilib qo'ysa egasi gapirmaydigan yigit dalishi davom etadi hikoyasini. Hali bu tarixda qoladi. O'shaga farzandlaringizga aytib berasizlar. Biza qo'ldan kelganini qilyapmiz va davom etamiz. To'xtab qolish niyati yo'q. Xudo xolasa, inshaalloh. Ваш победитель, узбекский Тайсон! Специальный вес 65.